Hozirgi kunda internetni portlatayotgan polimolochka protsedurasi haqiqatdan ham o'zi effekt beryaptimi yoki yo'qmi? Nimaga bu protsedurani ayollarimiz qayta va yana qayta olishyapti? Buning sababi esa polimolochka protsedurasi yoshlik eliksiri bo'lib, kamida yuzni 5 yilga yoshartirish xususiyatiga ega. Bu protsedurani asosiy foydalari yuzimizni kollagen ishlab chiqarishni ta'minlaydi, yuzimizga lifting beradi, oqartiradi, namlantiradi, sveji qiladi, yaltiratib, chiroyli yuz qilib beradi. Mayda ajinlarni yoyish xususiyatiga ega. Bu protsedurani yana bir afzalliklaridan biri, kamida 2 yil mobaynida yuzimizda effekt saqlanib qoladi. Bu protsedura umuman yosh tanlamaydi, yuzdagi muammolarga qarab har qanday yoshda ham qilish mumkin. Polimolochka kimlarga mumkin emas? Homiladorlarga va emizikli ayollarimizni birinchi 3 oyligida tavsiya qilinmaydi.